Imoratni kvadrat metrini 130 dollardan qurganman deganimdan keyin juda ko'p savollar bo'lyapti. Men har doim aytaman, men chiqarayotgan imoratning narxi aynan o'sha imoratga tegishli bo'ladi faqat. Men buni takror va takror aytaman, o'sha charchadim ham, lekin ogohlantirish sifatida yana bir marta aytaman, men qaysi imoratni nech pulga qurgan bo'lsam, o'sha narx aynan shu imoratga tegishli. Juda ko'p telefonlar bo'lyaptiki, menga aka bizda xo'jayinlar yoki masalan uy qidirayotgan odam bizaniki 180-200 dollardan aylanib ketyapti, shunga savol tug'ilyapti deyapti. Men unga kafolat bermayman, men unga javob ham bermayman. Sababi ularda qanaqa jarayon bo'lyapti, qanaqa gaplashgan men bilmayman va men sizlarning qo'ng'irog'ingizga ham, savolingizga ham umuman javob bermayman. Sababi men har doim aytganman, shu imorat nech pulga qurilishidan qat'iy nazar aynan shunga tegishli bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, viloyatlarda albatta qurilishda qilamiz, lekin 130 dollardan aylanmaydi. Sababi asosiy materiallar hammasi Toshkent shahridan viloyatlarga chiqqanligi uchun sizlar faqat to'g'ri bozorda o'sha narxga olasizlar, xuddi biz olayotgan narxga, lekin sizlar faqat yo'l kiraga 2 yoki 3 baravar ortiqcha rasxod, ortiqcha mablag' tikishiga to'g'ri keladi. Faqat shunda bo'ladi farqi. Lekin bizning xizmatimiz, ustalarimizning xizmati hammasi Toshkent shahrida qandoq bo'lsa, shundoq o'zgarmagan holatda bo'ladi. Kimga chiroyli imoratlar qurish va loyiha qilish kerak bo'lsa, albatta menga murojaat qilinglar. Salomat bo'linglar.